Assalomu alaykum aziz obunachilar, chorva ishqibozlari, sizlar bilan Xorazm Narx-navo kanali. Bugun sizlarga egalardan uyda boqilib turgan zotlar o'chizlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ya'ni endi boqilan o'yinga kelib turibdi. Olsangiz albatta pribilda bo'lasizlar, xudo xolasa. Bizning manzilimiz Xankada 100% garantiyali, bizning iqlimga moslashgan, qishimiz ham yozimiz ham moslashgan, hamma privkalar urilgan sog'lom mol olacak bo'lsangiz, sizlarga aynan shuningdek narsalarni topdim. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Adresimiz Xankada. Videoda telefon nomerlar bo'ladi. Xudo xolasa o'kiz boqaman deb niyat etib qo'yganlarga zo'r variant do'stlar. Demak, videoni boshladik. Xo'sh o'rtoqlar, biz bugun Xankadamiz. O'kizlar to'g'ri yemlanadigan yana kelib turibdi. Go'shi jo'yvesini uradigan bo'lsak 380-400 kilo atrofida keladi. Bu ikisi 404 xil razmerda ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa orqa aldilaridan chiroyli qilib ko'rsatamiz. Bu mollarni uchun olsangiz o'tasizlar. Endi boqilan o'yina kelib turibdi bular, qaranglar. Chaliyim bersangizlar ko'tarib o'sib qolaveradi. Yeb ichari kasal sog'li hamma narsasini pisandli, uyda hamma privkalarni urib, boqib o'tiribdilar. Kasal mollar tushsamnichik bo'ladi deb o'ylanib qisliqib o'tirmaysizlar. Xudo xolasa 100% sog'lom, hozir har xil kasalliklar bor, bozor ko'rmagan zo'r narsa o'rtoqlar. Benda yana ikkisi bor. Bular endi kichkinaroq, bendagi ko'rsatganlarimizdan, lekin o'sadigan yana kelib turibdi o'rtoqlar, o'sadigan yana kelib turibdi. Zo'r narsa. Yeb ichar kasal sog'lom hamma narsasini pisandli. Benda avlikol parodamiz bor. Bormi ishchi? O'zlari uyda shuninglatib, boqib ustoga yaratib, boqib o'tiribdi ekanlar. 100% sog'lomdan sog'lomon, bozordan ham kasallik desa boshqa kasal chataman deb o'ylanib yurganlar, sizlarga zo'r narsa. Galasizlar to'g'ri egalarni o'yindan yeb ichar kasal sog'lom garantiyali, yeb icharini ko'rib olaverasizlar. Yana o'rtoqlar yeb turgan narsalari xudo xolasa. Narx-navolarni ham kelishtirib arzon etib beriladi. Qaranglar endi o'rtoqlar. Yana shuningdek, o'jaklarni chetdan akkalib sotib tutdilar. 27-28 million aytilib tutdi. Mol olacak bo'lib yurgan, eminlik borib kelib turgan yerlardan ko'rib yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, kelib ko'ringlar. Shunday narsalarni 27-28 milliondan aytilib tutdi. Bu molni 23 million aytiladi. Ustunda yana savdosini aytasizlar. Katta kichikisini qarab 35 million olsa ketadi. 35 dan bilan 35 ga berilmaydi. Kelib ustunda savdolashib olaverasizlar. Yana 700-800 kilogacha samirtirib sotaverasizlar, xudo xolasa. Yana ikkinchi molimiz. Tufan. Dumbalarga qaranglar. Bu molimiz ham ayni o'sadigan yana kelib turibdi o'rtoqlar. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Molni zo'rini olasizlar o'rtoqlar. 23 milliondan boshlanadi shu 4 tanamiz. 35 milliongacha baho aytiladi. Ustunda kelishib qaytib olaverasizlar. Bu narsa endi dum yomon bo'lib turibdi. Ayni yemlanadi yana kelib turibdi. Shu narsani yangilacha boqsangiz, xudo xolasa niyat etib 800 kilo tonnalik atasizlar. O'zi o'kiz boqib o'tirgan yurtdoshlarimiz biladi bunday narsalarni. Ayni kerakli boqiladigan yerga kelib turibdi o'rtoqlar. Hozir pul zaruratchilik bo'lgandan satchak bo'lib turibdi ekanlar. Durishini qaranglar janob. Yog'inlarni. Xudo xolasa tonnalik o'kiz oladi shu o'kizlar. Tufan. Canavar. 100% sog'lom, yeb ichar kasal sog'lom hamma narsasini pisandliga beriladi. Kelib o'zlaringiz ham ko'rib olaverasizlar, xudo xolasa. Ya bu navbatdagi o'kizimiz. Uzilliqdan qaranglar. Tufan. Zo'r narsalar. Ish qilib, kelib, kattalik, kichiklik ustunda savdosini aytasizlar. Real savdo ustunda bo'ladi. Biz aytilish baholarni aytib o'tib ketamiz. Yana bu narsamiz. Uyda boqib turgan o'kizlar. Bu narsalar 100% sog'lom, hamma privkalar urilgan. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi o'rtoqlar. O'kizlarni zo'rlarni olasizlar. Ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Narx-navolari ustunda kelishiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Adres Xankada.